Xalqimizning milliy qahramoni Jaloliddin Manguberdi tug'ilganida uning bobosi Xorazm xoni Takesh yosh bolani ko'tarib pirning oldiga, ya'ni Shayx Kubro huzuriga boradi va deydi: "Ey muhtaram zot, men Allohdan bir farzand so'ragandim, mana berdi. Siz nazarkarda insonsiz. Ushbu go'dakka shunday ism qo'yingki, u ismiga xos inson bo'lib yetishsin." Shayx yosh bolaning yuziga biroz tikilarkan, tantanavor ohangda shunday deydi: "Bu bola kelajakda shunday buyuk ishlar qiladiki, nomi tarixda abadul abad qoladi. Ilm, yurtim deb hayqirgan har bir kishi, hatto dushmanlari ham qaniydi shunday o'g'lim bo'lsa deb havas qilishadi. Bu o'g'lonning oti Jaloliddin Manguberdi bo'ladi. Nomi tarixda mangu qoladi." Bolaning yuziga tikilib turgan chol biroz cho'chiganday bo'ldi. Buni sinchkovlik bilan kuzatib turgan Takesh chaqaloqni qo'liga ola turib: "Taqsir, biroz seskanganday bo'ldingiz. Buning sababi ne?" deb so'raydi. Ulug' shayx esa: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi" deb xonni ovutgancha kuzatib qo'yadi. Aslida esa chol yosh bolaning peshonasidan taqdir yozuvlarini o'qiy olgan edi. Jaloliddinning jasur bir o'g'lon bo'lib yetishishini, ilm, yurtim deb hayqirishini va oxir oqibat dunyoni qonga belagan ulkan bir ofat bilan yuzma-yuz kelishini hamda uning fojiali o'limini o'qiy olgan edi. Zabardast avliyoning seskanib ketishining boisi ham shundan edi. Chunki bu bolani o'zi tarbiyalab, mehr berib voyaga yetkazishni ham oldindan his qilgan edi.